Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumani yurtimizning eng sharqiy hududi hisoblanadi. O'zbekistonda tong Qo'rg'ontepadan boshlanadi desak ham adashmaymiz. Diyorimizda eng birinchi bo'lib azon sadolari ham Qo'rg'ontepada yangraydi. Tuman hududidan oqib o'tuvchi Qoradaryo va uning irmoqlari aholining maishiy va iqtisodiy hayotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bugun tumandagi jami 74 ta mahallada yangilanish jarayonlari, aholi turmush sharoitlarini yanada yaxshilash, ishlab chiqarish yo'nalishlarini kengaytirish borasida tizimli ishlar jadal davom etmoqda. Qo'rg'ontepa tumani Andijon viloyatining eng sharqiy tomonida bo'lgan tuman hisoblanadi. Andijon viloyatining eng katta tumanlaridan biri. Asosan qishloq xo'jalik, chorvachilik hamda hozirgi kunda sanoat keng rivojlanayotgan tumanlardan biri hisoblanadi. Qo'rg'ontepa tumanida 2025-yilda sanoat hajmi 3,5 trilliondan ortdi. Qurilish, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi sohalarida ham juda keng ishlar amalga oshirildi. 2026-yilda Hukumat prezidentimiz tomonidan yig'ilishlarda berilgan topshiriqlarni ijrosi amalga oshirilyapti. Joriy yilning 24-aprelida Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida hudud va tarmoqlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha birinchi chorak yakunlari tahlili va yil yakuniga qadar ustuvor vazifalar yuzasidan bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida tuman hokimliklari oldiga qo'yilgan qat'iy vazifalar ijrosi Qo'rg'ontepa tumanida ham ta'minlanib kelinmoqda. Kuni kecha bo'lgan yig'ilishda ham asosan sanoatni rivojlantirish, barcha iqtisodiy ko'rsatkichlarni ko'tarish hamda aholini ish bilan ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, investitsiya jalb qilish, investitsiya jozibadorligini yanada kuchaytirish hamda eksportni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Bizda meva hamda sabzavot yetishtiradigan 500 dan ortiq fermerlarimiz bor. Shular tomonidan yaratilgan meva hamda sabzavotlarni biz dunyoning turli joylariga eksport qilamiz. Eksport masalalarimiz asosan yengil sanoatda, tekstilda hamda oziq-ovqat hamda mevani qayta ishlash hisoblanadi. Bugungi global dunyoda ma'naviy qo'rg'onlar mustahkam bo'lmas ekan, har qanday iqtisodiy siyosiy asos millatni himoya qila olmaydi. Andijon zamini azaldan o'zbek madaniyatining oltin beshiklaridan bo'lib kelgan. 27 millat vakillari istiqomat qiladigan Qo'rg'ontepa tumanida ma'naviyat sohasidagi loyihalar va tadbirlar xalqaro birdamlikni ta'minlash, qalblarni san'atga oshno qilishga xizmat qilib kelmoqda. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan tashkil etilgan Kinokarvon loyihasi asosida barcha mahallalarimizda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi to'yi oldidan o'zbek filmlaridan tashkil topgan, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga asoslangan kinofilmlar namoyishlari tashkil etildi. Alohida dastur asosida eng ziyolilarimizdan, ma'rifat targ'ibotchilarimizdan tashkil topgan guruhlarimiz tomonidan xalqimiz ichiga borib, davlatimizni mustaqillikka erishgandan buyon shu kungacha qilingan islohotlar, amalga oshirilgan ishlarimiz to'g'risida targ'ibot tadbirlari tashkil etilishi rejalashtirilgan. Tumanning yirik manzillaridan biri bo'lgan Dardoq qishlog'ida ham ana shunday ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Bir guruh qishloq ziyolilari tashabbusi bilan faxriy o'qituvchi Ibrohimjon Tursunov muallifligida Dardoq va Dardoqliklar kitobi nashr etildi. Qishloqning uzoq asrlik tarixi haqida hikoya qiluvchi ushbu kitob taqdimotida poytaxtlik mehmonlar, yurtimizning turli sohalarda mehnat qilib kelayotgan dardoqlik ziyolilar, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zolari, qishloq faollari va o'quvchi yoshlar ishtirok etdilar. Bir kitob bahonasida boshlangan taqdimot tuman darajasidagi ma'rifiy tadbirga aylanib ketdi. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz degan ezgu g'oyani o'zida mujassam etgan O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yillik to'yi oldidan Qo'rg'ontepa tumanimizning eng chekka chegara qishlog'i bo'lgan Dardoq qishlog'ida ajoyib ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etdik. Ibrohimjon Tursunov 1945-yilda Dardoq qishlog'ida tug'ilgan. Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining tarix fakultetini tamomlagan.
turli yillarda Dardoq qishlog'idagi 19-20 maktab direktori, 18-litsey internatining tarix fani o'qituvchisi sifatida uzoq yillar mehnat qilgan. Kelajak avlod albatta tarixni bilish kerak. Tarixni bilmasdan kelajakni qurib bo'lmaydi. Shuning uchun bu kelajak avlodlarga ham bu kitob dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Bunda juda ham chiroyli faktlar, shu Dardoqda yashab o'tgan insonlar, shu elimiz rivojlanishiga, elimiz ravnaqiga, uni taraqqiyotiga hissa qo'shgan insonlar ta'riflab o'tilgan, hamda Dardoqni shu o'rta asrlardan kelib chiqqan tarixiga alohida e'tibor berilgan. Albatta bu kitobni juda ham xalqimiz juda yaxshi qabul qildi. O'zim ham mana o'qib chiqdim. Bugungi kitob taqdimotida ham juda iliq fikrlar bo'ldi. Xalqimiz juda ham xursand bo'ldi. Umuman Dardoqda yashayotgan yoshi ulug' insonlar, keksa faxriylarimiz bu kitobga munosabatlari juda ham yaxshi bo'ldi. Mana shu joyda yashab o'tgan ajoyib, ziyoli, faxriy, boy tarixiga ega bo'lgan oilalar, ularning farzandlari, nabiralari va bugungi kungacha yetib kelgan avlodlari haqida kitobda yoritib berilgan. Laqabim Tursun domla. Tarixiy shaxslar haqida gapiradigan bo'lsak, kashfiyotlar qilgan olim ulamolar bor. Ular nimalar degan? O'tmishdan, tarixdan saboq berishga harakat qildik. Tursun Ibrohimjon domla bizni tarix ustozimiz bo'lgan. Bizni maktab davrlaridan bizni o'qitgan, bizga ta'lim bergan, bizga juda ko'p sohalarda umuman kamolga yetishimizda, ilm olishimizda, bilim olishimizda Tursun Ibrohimjon domlamizni hissalari juda ham yuqori bo'lgan. Moziga qarab ish tutmoq xayrlidir deydi. Shuning uchun domlamizni bu kitobini davom ettirish tarafdorimiz. Kelgusi ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bu sohada qanaqa yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta biz uni shogirdlari yordam berishga tayyormiz. Qishloq ziyolilari shu hududning tirik vijdoni. Ular yurt rivoji uchun xizmat qilib, endi yelkalaridagi yukni yoshlar bilan bo'lishishmoqda. Biroq hayot tajribasi, raso aql, teran tafakkur bo'lishib bo'lmaydigan noyob narsalar. Dardoq ziyolilarda ana shu noyob xazinalar bisyor ekaniga guvoh bo'ldik. 60-70-yillarda eng qoloq qishloq bo'lgan, tumanimizdagi eng qoloq qishloqlardan biri Dardoq qishlog'i bo'lgan. Men ta'lim sohasini xodim bo'lganim uchun ta'lim sohasini aytadigan bo'lsam, shu biz yuqori sinflarda o'qiyotganimizda o'qituvchi yetishmasdan qo'shni qishloqlardan, mana Qorasuvdan, Oyim qishlog'idan o'qituvchilar kelib, shu yerda yotoqxonalarda yotib bizga dars bergan. Mana hozirgi kunga kelib o'qituvchilar o'qituvchilar soni juda ko'payib o'qituvchilikka qiziqib, hattoki tumanimizdagi atrofdagi qishloqlarga borib ishlashyapti. Mana Andijondagi deyarli hamma oliygohlarda shu qishlog'imizni maktablarini bitirib, oliygohlarni tugatib ishlayotgan o'qituvchilar bor. 1966-yil 10-sinfni bitirganmiz. Shu mahalda qishlog'imiz bo'yicha bitta Begaliy va Miyassarxon degan meditsina institutini 3-kursida o'qirdi. Boshqa bironta meditsina tibbiyot institutini bitirgan kadr yo'q edi Dardoqda. Mana hozirga kelib tumandagi, viloyatdagi ham ayrim nimalarda shifoxonalarda shu dardoqlik shifokorlar ishlayapti. Viloyat kardiologiya markazida ham shu Dardoqda bitirib, keyinchalik tibbiyot institutlarini tugatgan 3 nafar shu dardoqlik kadrlarimiz eng murakkab operatsiya, yurak jarrohlik operatsiyalarida qatnashib o'sha yerda ishlashyapti. Muhtaram prezidentimizning so'nggi yillardagi ta'limga katta e'tiborlari tufayli mana shunday yutuqlarga erishilyapti. 30 ga yaqin fan nomzodlari, 10 ga yaqin fan doktorlari yetishib chiqdi. Dardoq farzandlari bugun ham o'z bilimi va iste'dodi bilan yuqori natijalarni qo'lga kiritib kelmoqda. Qishlog'imiz kadrlaridan, yetuk kadrlaridan 3 tasi tuman hokimi darajasiga ko'tarilishdi. Mana
Bo'sh tumaniga hokimlik qildi. Odiljonov Doniyor. Xo'jaobod tumaniga 2 marta hokim bo'ldi. Qirg'izboyev Qobiljon. Mana hozir tumanimizda hokim lavozimida ishlayotgan Halilov Alisher ham shu Dardog'da kadri. Men litseyda direktorlik paytimda shu litseyda o'qigan o'quvchimizdan edi. Qishloqdagi 23-sonli musiqa va san'at maktabida o'tgan tadbirlarda ham maktab o'quvchilari o'z mahoratlarini yig'ilganlariga namoyish qildilar. Albatta, faxr bilan, g'urur bilan ayta olamizki, chekka qishloqlardagi farzandlarimiz bugun mana shunday yorug', keng, zamonaviy tipdagi musiqa maktablarida tahsil olib, o'zlarini ijodlari bilan mashg'ul bo'lmoqdalar. 23-bolalar musiqa maktabida jami 176 ta o'quvchimiz bor. Hozirgi davrga kelib, hamma o'quvchilarimiz tanlovlarda, Toshkentda, Andijonda, hamma tanlovlarga, respublika miqyosidagi tanlovlarda aktiv qatnashib, 1 va 2 o'rinlarda egallab kelishgan. Bizda asosan 14 ta yo'nalish biriktirilgan, lekin bizning qishlog'imizda hozir 9 ta yo'nalish bor. Ulardan san'at yo'nalishimizda tasviriy san'at, amaliy san'at, raqs, xoreografiyamiz, keyin teatrimiz bor. Endi hozirgi davrga kelib, yana qo'shimcha dizayner va haykaltaroshlik. Shunga o'quvchilarni endi yangi 26-yilda o'quvchilar taklif qilmoqchimiz. Musikani sevgan inson hayotni sevadi, hayotga boshqacha qarash bilan qaraydi. Havaskorlik, intilish, go'zallik insonlarni har tomonlama yaxshilikka yetaklovchi hisoblanadi. O'shaning uchun o'quvchilarimiz albatta bu kasbda egasi bo'lmagan taqdirda ham inson o'zi uchun ham o'rganib qo'ysa, mana hozir prezidentimizning qarorlari ichida aytilib o'tildi. Har bir maktab o'quvchisi 2 tadan instrumentni o'rgansin, musiqa asbobini o'rgansin deyilganlik sababli hozir maktablar bilan biz aloqada yaxshi ishlayapmiz. Shuning uchun o'quvchilarimiz kelib shu 2 ta yo'nalishni o'rganib ketishyapti. Asosan bizda mutaxassislik fanimiz bor. Unga qo'shimcha qilib tanlov fanimiz ham bor. Tanlov fanimizda o'quvchilarni albatta o'zlarini chaqirib, ulardan qaysi fanga, yana qaysi mutaxassisga qiziqasizlar deb so'rayman. O'sha orqali o'quvchini yana yo'naltiramiz. Qo'shimcha tanlov fani orqali. Umumiy fani hisobda 3 ta fandan o'rganib chiqib ketishadi. Dardoq va dardoqliklarning yana qanday xislatlari bor ekan deb qishloqning bugungi holati bilan yaqindan tanishishni niyat qildik. Buni qarangki, Dardoq bugun ham tumanning ilg'or hududlari orasida birinchilikni bermay kelmoqda. Nafaqat ta'lim va san'at, iqtisodiy yo'nalishlarda ham qishloq aholisi yurt rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgani tahsinga loyiq. Mana bu yil Qo'rg'ontepa tumani 15 million dollarlik meva sabzavotni eksport qilgan bo'lsa, asosan shuni 8 millionini Dardoqda yetishtirilgan meva sabzavotlardan eksport qilingan. Aynan Oqsuv degan meva sabzavotni eksport qiladigan korxonamiz aynan Dardoqda joylashgan. Yevropa davlatlariga, dunyoning turli davlatlariga meva sabzavotni shok uzulida muzlatib, biz Dardoqda korxona shu yerda joylashgan. Shu yerdan eksport qilamiz. Sut qayta ishlash korxonasi bor. Bu yerda asosan sut va sut mahsulotlari, undan tashqari juda ham mashhur Akbel brendidagi pishloq shu aynan Dardoqda yetishtiriladi. Shu yerda ishlab chiqariladi. Bu yerda 2000 gektardan ortiq ekin yeri mavjud Dardoqda. Shuni teng yarmiga 1200 gektariga paxta ekiladi. Qolgan 800 gektarliga turli xil ekinlar, g'alla va boshqa ekinlar yetishtiriladi. Qora daryoni bo'yida joylashgan qishloq bo'lgani uchun asosan qadimdan bu yerda yashaydigan insonlar sholichilik bilan, guruch yetishtirish bilan shug'ullangan. O'sha Andijonning mashhur devzirasi, Qora daryo devzirasi, O'zgan devzirasi deb nom olgan shu guruchlar aynan
dardodi yetishtiriladi. Bizning mahallamiz asosan Zarbaloq mahalla fuqarolari yig'inida ayollarni bandligini ta'minlash, ularni doimiy ish o'rinlariga joylashtirish, kasbga o'qitish, kasb-hunar kollejlarida tahsil olishlariga yo'naltiryapmiz. Hozirda Dardoq qishloq hududida mavjud bo'sh ish o'rinlariga ayol qizlarimizni ishga joylashtiryapmiz. 18 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lsa ham tuman qishloq hududidan chiqib ayollarimiz fabrika, sexlarda ishlashyapti. Hozirda Oqsuv fermer xo'jaligi juda katta ish o'rinlari bilan ta'minlaydi. Ko'p tarmoqli ishlab chiqarish joylari bor. Dardoq qishloq markazida tikuvchilik seximiz bor. Shu yerda ham ayollarimiz ishlar bilan band. Mahallamizdagi kambag'allik reyestrida turadigan aholilarimizni mahalla yettiligi hamda mahallaga yettiligi qo'shimcha qilib nuroniylar anaqamiz bor. Shularga biriktirib qo'yganmiz. Har bitta 5 tadan bitta kam ta'minlanganga bitta nuroniyni mahalla yettiligidan bittadanni biriktirib qo'yganmiz. Yangi O'zbekiston qiyofasidagi dasturga tushgan mahallamizda yo'llari asfalt bo'linib, ichki ko'chalari ham xudo xolasa asfalt bo'linib, 28-maktabimizni noldan tikalab olib chiqmoqchimiz. O'shalar hozir rejaga kiritilgan. Dardoq ko'p millatli qishloq. Qirg'iziston bilan chegara hududida joylashgan mazkur manzilda o'zbek-qirg'iz xalqlari bir tanu bir jon bo'lib, umrguzaronlik qilib kelishmoqda. Qo'rg'ontepada 9 ta chegaradosh, boshqa qo'shni davlatlarga chegaradosh mahallalar bo'ladigan bo'lsa, shuni 4 tasi Dardoqda joylashgan. Qirg'izistondagi qishloqlar ham bizni Dardoq qishloqlariga tutashib ketgan. Eskidan shunday bo'lgan va bu yerda eskidan bordi-keldichilik, quda-andachilik, bir-biriga qiz berish, u tomondan uylanish, umuman shunga o'xshagan qadimiy an'analar, qadriyatlar saqlanib qolgan. Qadimdan bu dardoqliklar ikki xalq, qirg'iz va o'zbek xalqi aynan Dardoqda juda ham do'st, inoq, hamjihat bo'lib yashaydi. Chegaradosh hududlardagi qishloqlar bilan hamkorliklarimiz juda ham yaxshi. Qishloq xo'jaligida suv munosabatlarimiz bor. Bundan tashqari savdo-sotiq juda ham rivojlangan qo'shni davlat bilan. Qirg'izistondan shu yoqqa kelin bo'lib tushganman. Mana tushganimga 30 yildan oshdi. Shu Qirg'izistondan kelib tushgan bo'lsam ham shu yerda xalqi, shu yerda nimasi meni o'z ichiga qabul qilib, o'zi nimasidek qabul qilgani uchun shular bilan kirishib ketganman. Men Qirg'izistondan kelganim ham esimdan chiqib qolganda. Hozir aholimiz qanaqa juda ham manaqa mehribon. Bu narsani aytsang yo'q demaydi, xo'p deb aligindek qilishadi. Qo'y bu anaqdan kelgan demaydi-da xalqimiz. Bundan 80 yil muqaddam bu yerga kelgan buyuk adib Abdulla Qahhor shunday yozgan ekan. Dardoq degan qishloqni ko'rganmisiz? Ko'rmagan bo'lsangiz borib ko'ring. Ko'rgan bo'lsangiz eslang. Bir-biridan chiroyli adirlar. Bularning ketida oqarib turgan tog'lar. Buloqlardan qaynab chiqqan tiniq suvlarning ko'k daladan ilonizi bo'lib, simobday yarqirab oqishini ayting. Yercha. Hay, yer ham shundoq bo'ladimi? Agar yerga aravaning gupchagini ko'msangiz, qayrag'och ko'karib chiqadi. Dardoqning shoir farzandi Sharofiddin Boltaboyev aytganidek, bilmaganlar Dardoqqa kelsin. Bilmaganlar Dardoqqa kelsin, oyim Shirmon buloqqa kelsin. Bilmaganlar Dardoqqa kelsin, oyim Shirmon buloqqa kelsin. Evziradan qo'ling o'rgilsin, oshlashadan janchasiga, oshlashadan janchasiga, oshlashadan janchasiga, oshlashadan janchasiga.